Mana bu kartalardagi 24 soatda 104 ming dollar pul yig'ibmiz. Ajdaga. Sinovlari menga dard emas, armonlari aslo gard emas. Bandalari bilish shart emas, kimligimni Xudo biladi. Davrim kelib davronim sursam, indamasdan bir chetda yursam, har qayerda o'tirsam tursam, kimligimni Xudo biladi. Xudodan so'ragan joyinglar bor ekan. Mana shu qo'shiqlaringizdan ham Alloh rozi bo'lsin, hammasidan. Qarang. Bizni hoji onamiz bordi, har hafta 500 dollardan berardi. O'zi to'xtamaydi. Shu hojatxona yana 5000 dollar qo'shib 5500 berib yubordi. Mana shu kartaga pul qo'shgan, videoni tarqatgan, istoriyaga qo'ygan, duoda bo'lgan, nimaki xizmat, qo'ni-qo'shnilar hammasini bitta duo qiling. Amin. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Amin. Qo'ni-qo'shnilardan, mahallamdan, xalqimdan, insonlardan Alloh Amin. rozi bo'lsin. Nimaga niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Amin. Allohim berganlarga, Allohim ming tuman bergan bersin Allohim. Xursandchilik kunlarda biz ham borib qaytarib yurishda ro'za nasib etsin Allohim. Ehsonchilarga Biz bir xalqmiz, birlasak vatanmiz. Bizni Alloh uchun yaxshi ko'rib, bizni birovni omonatga xiyonat qilmasligimizni bilib, bizni har payshanbamiz kutib o'tiradigan xalqimiz bor. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Biz qo'ldan kelgancha sababini qildik, lekin ozgina pul yetmay qoldi. Mayli, Allohga shukr. Shunchalik bo'lganiga shukr, rahmat sizlarga ham. Biz 24 soat ichida sizlarga Xudodan so'ragan joyiz bor ekan musofirda turib 104 ming dollar pul yig'dik. Xudo xolasa hozir yer sotib olgan odamga ham duo qilib telefon qilamiz. Allohga oson. Allohga shukr. Amin. Bir duo qiling. Amin. Avvalambor Amin. shunchalik mushkulimizni oson qilgan Allohga ming shukr. Bizni shunchalik mushkulimizni oson qilib, bizga ehson qilishdi. Alloh ularga millionlab umr Amin. qo'ysin. Barcha umr uzun, rizqi ulug' bo'lsin. Bizga qilishlarini Alloh millionlar bilan to'ldirib qo'ysin. Shunchalik biz uchun harakat qilgan qo'ni-qo'shnilarimga, mahalla ko'y qishloqlarga, butun shaharga ming rahmat. Ilohim umrlaringizni Allohu akbar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bizni ham duo qiling. ming rahmat. O'sha Alloh rozi bo'lsin. O'sha uyda olgan ekansizlar, to'g'ri. Yaxshi iloj majburligidan sotgan. Sizlarni biz bir 2000 qo'shib rozi qilib 20 ming bersak, mana shu yerda qaytarib bersanglar, xalq duo qilardi. Hamma shuni yozib yopti, iltimos yerda olaylik deb. Men hozir o'zim buni hal qila olmayman, o'zim hal qiladi. Bunaqa gaplashib, keyin telefon qilaman. Men hozir bozordaman. Bo'ldi. Bo'lmasam yaxshilikka shuni hal qilsangiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Ha, bo'pti. Xo'p. Amin. Shular o'g'ildan kelaversin, juda ham to'xtamanglar. Amin. Ilohim, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Tariqonlaring sog' bo'lsin, bolalaring boshinglar. Amin. Allohu akbar. Shavkaja mana 24 soatda nima qildingiz? 104 ming yig'ildi. Xalqimizga ham katta rahmat. Amin. Mana shu 30 mingni ehsonchilarga bering. Alloh rozi bo'lsin. Tog'anaga biz rozimiz. Tog'a an'anaga sodiq qolgan holatda oshiqchasini mana hozir bu yerda bo'lganimizda yerga ham 20 ming dollar ajratyapmiz, 30 ming dollar qizaloqning operatsiyasiga, 10 ming dollar yurak operatsiya qilingan akamizga ajratyapmiz. Undan tashqari yana qolyapti. O'shanga aka mana shu 30 ming dollarni bitta haqdorga bering deyapti. Xudo xolasa bir hafta davomida bitta haqdorga beramiz. Bu kimligini o'shanda ko'rasizlar. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Bizga mana shunday ishonib, bizdan yelkamga ishlatgan xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Vatanimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Kelasi haftada ko'rishguncha assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, men bu 1900 talik meni Instagram profilim. Hozir yer masalasi ozgina noaniq bo'lib turibdi. Yerni sotib olganlar Qozog'istondan, Rossiyadan ishlagan ketgan ekan. Ayoli bilan gaplashgan edik. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin aniqini bilib, agar yerni Xudo xolasa sotib olsak, Instagram kanal istoriyasida sizlarga ma'lum beramiz. Balkim lentaga qo'yarmiz. O'shaning uchun yer nima bo'ldi kommentariyga yozmasdan videoni oxirigacha ko'rsanglar, Xudo xolasa Instagram istoriyada 3-4 kunda batafsil ma'lumot beramiz.